Akalar, bizni qadrdon klientlarimiz juda zo'r, juda ham ko'p qadrdon klientlarimiz. Qadrdon klientimizdan zakaz tushgan. Bizga shopirdan 2-3 marta shu korobkada yuraverishdi. O'tgan safar video qilolmay qolgandim. Endi bu safar video qilyapman. Akamlar qanday qiladilar? Yoshlari kattami aka? Korobkaga soladilar-da mahsulotlarini. Mana shu geykadan birga bir bo'lsin deydilar. 1 kilo. 1 kiloni yozib qo'yadilar. Endi boshqalardan shaybadan 5 kilo polni hammasidan bolotlardan yeyishdi. Hammasi birga bir bo'lsin deyishadi. Geykalardan pol nima kamaygan narsalarni anaqa solib turib, paketga solib, varaqqa kilolarni yozib jo'natadilar. Keyin buni biz spiska qilib beraveramiz. Amakiga oson bo'ladi. Razmerda aytib o'tirishmaydi, telefon qilishganda qiynalishmaydi, biz ham qiynalmaymiz. Endi buni biz 8 ga 150 hamma razmerda aytishni bilamiz, hamma razmerda bilamiz. Lekin amakimlar qiynalganliklari uchun bizga obrazsiz berib yuborishadi. Ham o'zlarining vaqtlarini yo'qotishmaydi, ham bizga ham foyda bo'ladi. Biz hammasini olamizda, spiska yozib, spiska hamma narsamizni tayyorlab beraveramiz boltkeklarimizda ham. Sizlarda ham shunaqa holat, razmerlarni bilmasalar yoki-da vaqtlaringni yo'qotgilaring kelmasa, shunaqa usuldan foydalaninglar va bizga jo'natinglar. Sizlarga hammasidan birga bir qilib, xudo xolasa hamma mahsulotlarimizdan arzon narxlarda O'zbekiston bo'ylab kelishib turib, sizlarga jo'natib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin. Buni qiynalib razmerlarni tushunmayotgan do'stlaringga shu videoni jo'natib qo'yinglar.